Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Hozir baqlajondan mazali salat tayyorlaymiz. Baqlajonni mana shu shaklda to'g'rab oldim. Endi buni ozgina tuzli suvga solib qo'yamiz. Mana azizlar, tuzli suvda 20 minut turdi. Tuzli suvga solishning sababi baqlajonni taxir ta'mi chiqib ketadi suvga. Endi tuxumga ikki tomonini botirib pishirib olamiz. Mana baqlajonni pishirib olyapmiz. Mana azizlar, baqlajonni pishirib tayyorlab oldim. Endi pomidorni ham xuddi shunaqa tarzda to'g'rab olaman. Endi chesnok bilan sirni tyorkadan maydalab o'tkazib olaman. Mana azizlar, tyorkadan o'tkazib oldim chesnok bilan sirni. Endi pishirib olgan baqlajonni ustiga terib chiqamiz. Mana baqlajonni ustiga sir qo'yib oldim. Endi pomidorlarni joylashtirib chiqaman. Mana pomidorlarni joylashtirib oldim. Endi pomidorlarning ustidan ham yana sir bilan chesnok qo'yib chiqamiz. Juda ham mazali bo'ladi. Albatta qilib ko'rishinglarni tavsiya qilib qolaman. Juda ham oson va juda ham mazali. Oson, juda ham tez tayyor bo'ladigan va juda ham shirin bo'ladi. Yoqqan bo'lsa, albatta podpiska bo'linglar va like bosib ketishinglarni kutib qolaman. Hammanglarga rahmat.